Hop, assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun anatomiya fanida sizlar bilan kalla suyagi haqida gaplashamiz. Kalla suyagini ko'rib chiqamiz. Kalla suyagining miya qismi suyaklari. Aynan aytadigan bo'lsak, ensa, tepa, peshona va g'alvirsimon suyaklar hamda ularning yoshga doir xususiyatlari haqida gaplashamiz. Mana kalla suyagi odam organizmidagi eng murakkab va vazifasi jihatdan muhim bo'lgan suyaklardan biri hisoblanadi. Bilasizlar, kalla suyagi bir nechta suyaklarning o'zaro qo'shilishidan hosil bo'lgan. Mana bu yerda alohida bo'lgan suratni ko'rib turibmiz va mana shu suyaklarni sizlar bilan birma-bir o'rganib chiqishga harakat qilamiz. Va bugungi mavzuda ham shulardan bir qanchasini o'rganib chiqamiz. Kalla suyagi oskranium yoki qisqacha qilib kranium deb nomlasak bo'ladi. Va quyidagi ikkita animatsion suratda ko'rib turibsizlarki, ajratilingan. Mana bu qism neyrokranium, ya'ni kallaning miya qismi deb nomlanadi. Chunki kalla suyagining bu qismidagi suyaklar miyani himoya qilib turish vazifasini bajaradi. Bu qismning ichida miya joylashgan, ya'ni bosh miya. Mana bu ko'rib turgan qismimiz esa cranium faciale, ya'ni kalla suyagining yuz qismi deb nomlanadi. Va bugungi darsda sizlar bilan neyrokranium, ya'ni kalla suyagining miya qismini hosil qilishda ishtirok etadigan ba'zi bir suyaklar bilan tanishib chiqamiz. Bularning ichida eng birinchisi ensa suyagi, os occipitali. Bu kallaning miya qismini orqa pastki sohasini hosil qilishda ishtirok etadi. Os occipitali, mana bu suratda ham ko'rib turibmiz, kallaning miya qismini orqa pastki sohasini hosil qilishda ishtirok etmoqda. Mana bu suratlarda ham shu narsani ko'rishimiz mumkin. Os occipitali, ya'ni ensa suyagi quyidagi 3 ta qismdan iborat. Bu qismlar qaysilar? Birinchisi squama occipitalis, ya'ni ensa suyagining pallasi. Keyingi qismlar esa pars lateralis, yon qismlar va uchinchi oxirgi qism pars basilaris, oxirgi ko'rib chiqayotganimiz pars basilaris bu asos qismi bo'lib hisoblanadi. Bu uchala qism o'zaro birikishi natijasida mana bu yerda ko'rib turibsizlar, kattagina teshik hosil bo'lmoqda. Bu teshik katta teshik, ya'ni foramen magnum deb nomlanadi. Foramen magnumning vazifasi bu kalla bo'shlig'i bilan orqa miya joylashgan umurtqa kanalini bir-biriga bog'lab turish vazifasini bajaradi. Kalla suyagida ya'ni os occipitali, ensa suyagining tashqi tomonida ko'radigan bo'lsak, protuberante occipitalis externa, ya'ni ensa suyagining tashqi do'ngligi, condylus occipitalis, ya'ni ensa suyagining do'ngliklarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hop. Keyingi ko'rib chiqadigan suyagimiz bu os frontali, ya'ni peshona suyagi. Mana peshona suyagi ajratib ko'rsatilgan bu suratda ko'rib turibsizlar. Peshona suyagi qanday qismlardan iborat? Peshona suyagi ham xuddi ensa suyagiga o'xshab 3 ta qismdan iborat. Bularning birinchisi squama frontalis, ya'ni peshona suyagining pallasi. Mana bu keyingi qismlari esa pars orbitalis, ya'ni ko'z kosasi qismi va mana bu ajratilib ko'rsatilgan oxirgi qismimiz pars nazalis, ya'ni burun qismlari tafovut etiladi. Peshona suyagining pars orbitalis qismlarining o'rtasida ko'rishimiz mumkin bo'lgan mana bu choq qismini glabella deb nomlaymiz. Peshona suyagini yana bir xususiyati, u havo saqlovchi suyaklar tarkibiga kiradi. Mana bu yerda ko'rib turibmiz va mana bu yerda ham peshona suyagining ichida havo saqlovchi bo'shliq, ya'ni sinus bor. Bu sinusning nomi o'zini nomi bilan sinus frontale,
ya'ni peshona bo'shlig'i deb nomlanadi. Navbatdagi suyagimiz esa os parietali, ya'ni tepa suyaklari. Bu suyaklar yuqorida ko'rib chiqqan ikkita suyagimizdan farqli o'laroq juft suyak hisoblanadi. Lekin bu suyak, ikkita suyak kalla suyaklarining ichida eng sodda tuzilgan suyaklar, ya'ni murakkab anatomik tuzilmalarga ega bo'lmagan, ko'rinishi to'rtburchak ko'rinishida bo'lgan suyak bo'lib, to'rtburchakligiga muvofiq uning to'rtta burchagi, ya'ni angulus frontalis, angulus sphenoidalis, angulus mastoideus, angulus occipitalis hamda to'rtta qirrasi tafovut etilinadi. Margo sagittalis, Margo frontalis, Margo squamosa va Margo occipitalis kabi qirralari tafovut etiladi. Va bugungi mavzuda ko'rib chiqadigan oxirgi suyagimiz os etmoidali, ya'ni g'alvirsimon suyak. G'alvirsimon suyak e, ishtirok etadi burun bo'shlig'ini hosil qilishda, mana ko'rib turibsizlar, hamda ko'z kosasi devorlarini hosil qilishda ham ishtirok etadi. Mana kallani qaysi qismida, ya'ni ichkariroq tomonda joylashganligi uchun bu qismni ko'rish ozgina, ya'ni bu suyakni ko'rish ozgina qiyinchilik tug'diradi. Qiziq tomoni, bu suyak ham 3 ta qismdan iborat. Os etmoidalining qanday qismlari bor? Birinchisi lamina cribrosa. Bu gorizontal joylashgan plastinka, ya'ni g'alvirsimon plastinka. Unda juda ko'plab teshiklar mavjud bo'lib, bu teshiklardan hid biluv ipchalari o'tadi. Ya'ni hid bilishda ishtirok etadigan nerv tolalari aynan shu suyakdan o'tadi. Keyingisi bo'ladigan bo'lsa, lamina perpendicularis, mana 4-raqam bilan ko'rsatilgan lamina perpendicularis burun bo'shlig'ini devorini hosil qilishda ishtirok etadi, ya'ni septum nazalini hosil qilishda ishtirok etadigan suyaklardan hisoblanadi. Va oxirgi qism ikkita yon tomonda joylashgan, mana 3-raqam bilan ko'rsatilgan, bu g'alvirsimon suyakning labirint qismi. Bu yerda havo saqlovchi bo'shliqlar mavjud bo'lib hisoblanadi. Mana lamina kribrozani bu yerda ham ko'rib turibmiz. Perpendikulyar plastinkaning yuqorigi qismi e, bizda hosil qiladi crista galli, ya'ni xo'roz toji degan qismni hosil qiladi. Bu ko'rinishidan xo'rozni tojini eslatib yuborganligidan shunday nomlanadi. Mana boya sizlarga aytib o'tgan hidbulu nervi va hidbulu ipchalari burun bo'shlig'iga o'tishlik, burun bo'shlig'idan miyani ichiga o'tishlik uchun lamina cribrozadan o'tib borishadi. Bugun ko'rib chiqadigan mavzuyimiz shu edi. Ko'rdinglar, bugun kalla suyagini xulosa qiladigan bo'lsak, kalla suyagini hosil qilishda ishtirok etadigan ba'zi bir suyaklar bilan tanishdik. Ya'ni ensa suyagi, os occipitali, peshona suyagi, os frontali, tepa suyaklari, chunki ular juft. Shuning uchun ko'plikda gapiramiz. Os parietali hamda oxirgisi g'alvirsimon suyak, os etmoidalilarni ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat.